Shamol ya'ni Nalogovidan 2 xonali kompaktli uyimiz bozorga chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin 4-qavatda joylashgan lift kadastrlari mavjud. 56 kvadrat 70 ming deyaptilar. Sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Ko'rib turgan joyingiz esa tashqari eshikdan kirishda chap tomonda garderob shkafchalar qilingan, ancha-muncha narsangiz sig'adi va to'lig'icha remontaj qilingan. Va mana bu yerda koridor qismini ko'rishingiz mumkin. Chap qo'lda birinchi xonamiz katlar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Duv spalni qo'yilgan, turmoz zona yaxshigina aboycha bo'lyapti. Hamma sharoiti bor. Eshiklar krashini MDFdan qilingan va o'ng qo'lda uyimizning umumiy sanuzol joylashgan ko'rishingiz mumkin. Hamma jihozlari bilan birgalikda va to'g'rida uyimizning oshxona qismi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda krashini MDFdan mebellar qilingan va derazamiz tashqari tomonga qaraydi, chiroyli pardalangan, gilamchalar urilgan. Va mana bu yerda uyimizning mehmonxona qismi ko'rishingiz mumkin. Mexki mebellar o'rnatilgan, jurnalist stolik hamda televizor o'rnatilib ketilgan. Bu yerda balkon qismi ham mavjud. Uyimiz attachment bo'lyapti. Bu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, agar pastda raqam qoldiramiz, so'roqni aloqaga chiqinglar, sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz.